Hürmetli vatandaş, yukarıdaki sözüldük sizlerge. Endilikte bir cümlede muhakeme kılıp bakaylı. Bugün muhakeme etraflık emas, fakat sol şekilde koyup bakaylı. Bugün Çiğistağa 2021 yıl 8. ayının 16. günü öptüğü Düşenbe vatandaşım. 7. ayının 25-26. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının muavin devlet şirkati ve Wendy Sherman Cungo'ga Tianjin şehriga berip Cungo'nun diplomatları bilen söhbet ötkazdi. Söhbetke qatnaşqanlar minister Wang Yi, Tashqi ishlar ministeri ve shundaqla muavin minister Shefin. Avval Amerika Qo'shma Shtatlarının muavin davlat shirkati Wendy Sherman Cungoni ziyorat qilish plani yo'q edi. Bu xonim Yaponiyaga yetib borgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi qaytadan qaror qilib, muavin davlat shirkati ve Wendy Shermanning Cungoning Tianjin shahriga ziyoratga berishini e'lon qildi. Shundaqdimi muavin davlat shirkati ve Wendy Sherman Yaponiyadan bevosita Tianjin shahriga yetib kelmay, avval Tashqi Mong'oliyani ziyorat qilib o'tib, undan keyin andin Tianjin shahriga yetib keldi. Tashqi Mong'oliyani ziyorat qilib Tianjinga berish va Yaponiyadan bevosita Tianjinga berish bu diplomatiya ishlarida murakkab ishlar vatandoshlar. Tianjin shahriga yetib keldi. Tianjin shahrida suhbat qatnashgan kishilarni yo'q ko'rdi. Wang Yi va Shepin. Anda yaqinda Wall ko'chasi gazetining bir ma'lumotida nima deyildi desa, bir maxfiy, ya'ni sirliq bir odam paydo bo'ldi dedi. Bu sirliq odamning kim ekanligini hozir plan edib aytmadi. Biroq sirliq odam oxir kim bo'ldi degan vaqtda hozir sizdan bizning fikrimiz bo'yicha yoki tasavvur qilishimiz bo'yicha bu kishi ehtimol bugun Latin Amerika Qo'shma Shtatlari turishliq bosh elchilikka tayinlangan Qingang. Chunki Tianjin suhbatida yuqorqi ikki davlat ikki diplomatdan boshqa Cungoning bu Qingang apandimi shu suhbatga qatnashgan ekan. Ya'ni sirliq odam paydo bo'ldi degan gap shu bo'lsa kerak ma'nosi vatandosh. Buni qo'yib turaylik, suhbat oxirlashdi. 28 kuni kelganda Jonghua Xalq Jamhuriyatining tashqi ishlar ministri Wang Yi Talibanning rahbarlarini yoki dastlab qadamda rahbarlik deyilganlarni, masalan bayonotchi Sohin qatorliqlarni Beijingga Tianjin shahriga taklif qilib, Tianjin shahrida Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar katibi Wendy Sherman bilan suhbat o'tkazgan uy yoki ishxona, shu suhbatga qo'yilgan ustal va shu suhbatda o'ltirgan o'rindiq, masalan Wendy Sherman xonim o'ltirgan o'rindiqda Talibanlarning boshlig'ini o'ltirg'izib, Tashqi ishlar ministri Wang Yi Tianjinda suhbat o'tkazdi. Biz şu vaqtda sizlarga leksiyada so'zildik vatandoshlar. Tianjin suhbati 3. ayning 18 kuni Alyaskada o'tkazilgan Alyaska suhbatining davomi edi. Oshkora bu matbuot e'lon qilingan so'z iboralarni sizlarga topshirdik. Bu Alyaska suhbatining davomi Tianjin suhbati. Tianjin suhbatida yana o'xshashli Alyaskada qanday qattiqlik qilgan bo'lsa, Tianjin suhbatida ham shunday qattiqlik qildi Jungo hukumati degan gap. Biroq bu yerdagi bir ish, siz biz diqqat qilgan bir ish, sen Talibanlarni Beijingga chaqirishing mumkin. Tianjinga nima ish chaqirding? Masalan, Tianjinda sen Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat shirkati Wendy Sherman bilan suhbat o'tkazgan uyga Talibanlarni ekilib shu o'rindiqda o'ltirg'izding. Bu maqsad nima? Bu masala Jungo diplomatiyasida nima ma'noga ega? Mesela nimadan iborat? Ya simvollik ma'nosi zodi nima? Buni hozir yechib bergili bo'lmaydi. Biroq siz shunga diqqat qilingki, vatandosh hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan
Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti o'rtasida bosh elchi darajalik munosabat yo'q deyishga bo'ldi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Beijingga Cumhuriyet Halk Cumhuriyetiga bosh elchi avatmadi. O'tgan yil 10-oyda bosh elchi Brand Start Jungo'dan qaytib kelgandan keyin hozirgacha bir bosh elchi tayinlanmadi hisobda 1 yil bo'lay dedi. O'tgan yil 10-oydan tortib qanda 1 yilga yaqin vaqt Amerika Qo'shma Shtatlar Beijingga tashrimat bosh elchi avatmadi. Qoida bo'yicha. Mesela ya bir hafta kechikdi, ya bir hafta oralig'ida farq bo'ladi. Sen bosh elchi avatgandan keyin men bosh elchi avatdim degan bo'ladi. Hozir Qingan keldi ve 4-5 gün kesel işi bilen to'xtab qoldi, lekin 12-kunchi kuni Jungo'ning diplomat bosh elchisi Qinganni 12-kunchi kuni davlat mahkamasida muavin davlat ishlar kotibi Vendi Sherman xonim bu kishi bilan Qingan bilan ko'rishdi. Surat berilgan surat o'ltirib suhbat qilgan emas. Har ikkalan o'ri turib suhbatlashgan gap. Bundan qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlari Qinganni yaxshi qarshi olmadi degan gap. Faqat rasmiyatni o'tadi degan gap. Shu so'rinda bo'lgan so'zni nima desa, Qinganni degan so'zi ishlarni aytib ko'p. Bir-birlab kelaylik dedi. Yoki Qinganning pozitsiyasi mo'tadil dedi universal matbuotlar. Uning mo'tadilligi Tianjindagi qalaymaqonchilik qilib qoldi degan gap. Mo'tadilligi shu yerda qilib mo'tadillikdan bu yerga ko'tarib keldi degan gap. Hozir Jungo hukumati shuning uchun Tianjinda va Alyaskada suhbatlashgan suhbat timisi mavzusi bo'yicha yo'l qo'ydi degan gap chiqmaydi. Taxi bunday bishorat yo'q. Biroq mo'tadil bo'lib keldi, Qingan oldirab denab yetib keldi. Hozir yana Volkochning so'ziga qaraganda bu kishining bu qatim Vendi Sherman xonim davlat ishlar kotibi bilan so'zlashgan suhbati ehtimol Kanadada hozir so'roqqa tushayotgan Ming Wanzhou Huawei shirkatining moliya amaldori Ming Wanzhouning masalasini o'tirg'a olib bo'lib, ondan masala intayin ko'p Amerika bilan Jungo o'tirisida bir-birlab kelaylik degan so'zni qilib. Bu ish emas. Mesela muşlarning hammasi qo'yib turali ish emas deganimiz hozir turtsa Amerika Jungo munosabatida. Endi hozir Taliban bugun Afg'onistonda prezident mahkamasi kirdi degan gap, Afg'onistonda urush to'xtadi degan gap yuqorida hozir Taliban endi hisobda Afg'onistonda g'alaba qildi. Sen Talibanni shu kuni 7-oyning 28-kun Tianjin shahriga kelding. Maqsadingni huquqini bo'lmaydi. Biroq sen mushu kungacha terroristlarga qarshi, xil kuchlarga qarshi, dunyo bo'ylab terroristlarga qarshi va terroristlar qatnashayotgan, qarishtirayotgan dunyoviy kuch bilan birlikda qarishtiraman deb va'da qilib kelding. Taliban birinchi qadamda mujohidlar edi. Ayni chog'da mujohid vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llashiga erishgan edi. Keyin u Talibanga aylandi. Shu vaqtda jahon ahli yana o'xshashla qo'llab turdi, biroq Taliban Osama bin Laden terroristlar guruhini o'zining qo'yniga olganligi va ularga madad yordam berganligi uchun shundan boshlab Taliban terrorist tashkilotga aylandi. Bu Jungoning hukumatiga, Jungo diplomatlarga intayin aydin ish. Endi bugunlardan Taliban qayta harakat o'tgandan keyin 3-4 parcha maqola e'lon qilib, Jungo taraf hadisa Turkiston Islom tashkiloti bu degan gap bilan Uyg'urlarni ko'tarib chiqdi. Yo'q, tashkilotni ko'tarib, yana Uyg'urlarni bu orliqqa qistadi degan gap Jungo hukumati tashviqotda. Ba'zilarni sizlarga yetkazdik vatandoshlar. Hozir Taliban kirdi prezident mahkamasiga Jungo bilan bo'lgan munosabatni. Masalan, Tianjin suhbatidan burun Talibanni bir necha qatim Beijingga taklif qildi. Mo'shunga qaraganda Taliban bilan Jungoning munosabati qo'yiq munosabat. Qo'yiq munosabat vatandoshlar. Hozir bu Talibanning atrofidagi davlatlar Iron, albatta Amerika bilan dushmanlashayotgan davlat. Pakiston o Jungoning eng yaqin do'sti. Garchi Pokistonning Amerika bilan munosabati mo'tadil bo'lsa-mu,
Jungo sizler ko'ryapsizlar, hozirgi navbatda Jungo bilan Amerika o'rtasida talash tortish intayin keskin. Vaziyat intayin og'ir. Bo'libmi Tayvan masalasiga bog'liq qoldi. Mushundaq chog'da sen Taliban bilan birlashding, Taliban bilan sheriklashding. Terroristlar qarshi turadigan Jungo nimishqi bugun terroristlar bilan birlashadigan bo'lib qolding. Taliban bilan Talibanning yenida turadigan bo'lib qolding. Yoki Talibanni qo'llaydigan bo'lib qolding. Hozir oldimizda vatandosh. Endi bu hokimiyatni e'tirof qilish kerak dunyo, chunki kuch bilan Kabulga kirib keldi. Taliban qurolli kuch bilan Kabulga kirib keldi, hokimiyatni zabt qildi, aslidagi hokimiyatni. Endi bu qaytadan davlat qurish kerak. Buni xalqaro jamiyat, yuzlab xalqaro jamiyat buni davlat ekanligini e'tirof qilish kerak. Biroq xalqaro jamiyat bu davlatga qanday shartlarni qo'ydi? E'tirof qilishning shartlari nima? Endi bu masala bir gap vatandoshlar. Bu masala bir gap. Taliban qanday davlat qurdi, o'zining ixtiyoridagi ish deyli, lekin xalqaro jamiyat qanday tartib bo'yicha davlat qursa, uni qabul qila oladi bu gap. Musha orliqda mening qo'ydigan savolim boshda aytdim. Xalqaro jamiyat Talibanning davlat qurishiga qanday shartlarni qo'ydi, qo'ymaydi degan orliqda Jungo hukumati oldirab, tinib Taliban hokimiyatini e'tirof qiladigan bo'lsa, u vaqtda yana xalqaro jamiyat bilan qarshilashgan bo'ladi vatandosh. Avval xalqaro jamiyat bir fikrga kelib, Taliban bunday shaklda davlat qurdi, biz e'tirof qilamiz deyish kerak. Uni deyishdan burun Jungo oldirab turib e'tirof qiladigan bo'lsa, u vaqtda Jungo yana xalqaro jamiyat bilan qarshilashgan bo'ldi. Uning ustiga Tianjin suhbatida Vendi Sherman xonimni muavin davlat ishlar kotibini uzatib qo'yib, keyinida bir kun o'tmayla Talibanni Tianjin shahriga suhbatga taklif qilish, bu amaliyotda Amerika bilan tig'ma-tig' ilishqonlik, Taliban masalasi tig'ma-tig' ilishqonlik bo'ladi vatandosh. Chunki Amerika o'rtasida Taliban bilan 20 yil urush bo'ldi. Tianjinga ekilib, so'zlashib, sen shuni ko'rsatib yoki simvolli xarakterga ega qilib yoki taptana xarakteriga ega qilib degandek, sen Tianjinni ko'rishgan ekansan, demak, Amerikaga ko'z-ko'z qilganliging va diplomatik kuchingni ko'rsatganliging bo'ladi. Endi hozir e'tirof qilish masalasida Jungo oldirab turib e'tirof qilsa, xalqaro jamiyat buni qanday muomala kutilish mumkin? Masalaning murakkabligi mana shu yerda vatandosh. Qolganlarni keyin oldirmay tahlil qilamiz vatandoshlar.